Avvaliga ijodlarimizni Maximumdagi Malibu 2 Premier tayyor holatda qilinganini ko'rsatib qilamiz. Birinchi navbatda oldi oblisovkalari bilan kuzov qismidagi hamma nikel detallari black piano qilindi. Oblisovkalarni ham ko'rasizlar, idealni chiqadi. Ichidan bamper setkalari ham qo'yib yuborilgan. Krugovoy tonirovka turibdi bu avtomobilimiz. Ichi umuman ko'rinmayapti. Buni ham sabab bor, uni ham ko'rsatib qilamiz. Tom qismi to'liq brana plyonka qilindi, qora plyonkada. Mashina rangi bilan qaranglar, qora bo'lib qanaqa idealni chiqdi. Xo'p, orqalariga garmdorlar ham o'rnatib berilgan. Igvami yukkan tegidagi bulshitlar nasatkalari ham black piano qilingan holatda turibdi. Xo'p, oynachi nikellar ham hammasi black piano bor. Salon qismi nima uchun bunaqa holatda? Chunki patologlarni qoraytirib berganmiz. Oltita stoykasi bilan birga idealni chiqdi bu ham. Mashinaning umuman ko'rinmaydigan holatda yetib kelgan. Ko'rib qo'yib turibdi. Hamda yana bir qancha qo'shimcha o'rnatmalar ham qilib berganmiz. Idealni chiqdi. Xizmatlar bo'yicha Maxtuning aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ichidan chiroyli qilib bitirib beramiz. Bu avtomobilimizning salon qismida polniy apparatura ham yig'ilgan. O'zlarining komfortlari uchun, mazax qaydash uchun hamma qo'shimchalarni o'rnattirib, namolatlarni qilib oldilar.